O'ylangan o'ylarga ko'ngil yupanmas, ko'ngil istagi o'y bilan qonmas. Aytarlar bu tunda sham yonmas, chaqmasa gugurtni asl o'g'illar. Biz bugun O'zbekning ana shunday o'z vaqtida chaqnagan mard o'g'loni haqida gaplashamiz. Qarg'alar uchsa qaraylik, marg'ilon yo'liga, marg'ilon yo'liga. Hidi kelsa mast bo'laylik, hidi kelsa mast bo'laylik. Handalakning bo'yiga, handalakning bo'yiga. Ushbu film xalq va yurt uchun islohotlar yo'lida jonini fido qilgan inson haqida. Andijon. Bobur aytgan gap rost edi. Anda jonim qolib ketdi mening. Ha, bu diyor ko'plab yaxshi jonlarni, insonlarni tarbiyalab berdi. O'tda yonmas, suvda cho'kmas, afsona-yu asotir emas, chin tarixiy voqealarga guvoh bo'ldi. Ko'plab yaxshi farzandlarga beshik bo'ldi. Ta'rifda va tasnifda betakrorligi, har jihatda jozibadorligidir, balki bu yerdan yetishib chiqqan ajoyib insonlarning mashhurligiga sabab. Menimcha ham shunday. Axir quyosh shu yerdan ko'rina boshlaydi. Zarri nur vodiyning birinchi shu tomonlariga kelib tushadi. Balki shundandir, yoqimli nurlarga to'yinib yashagan Yusufzodaning kelajakda buyuk islohotlar qilishiga sabab. Oddiygina, kamtaringina oilada tug'ilgan chaqaloq Abdurahimning na otasi va na onasi bilmas ediki, vodiyning keng va uzoq-uzoqlarga yaslangan dalalarida, so'lim bog'larida chopqillab katta bo'lgan o'g'lining kelajakda O'zbekiston uchun qiladigan buyuk ishlari haqida. U taqdirning ajoyib in'omi edi. Ota-onasigagina emas, butun millat uchun Xudo bergan yaxshi farzand edi u. Shu mushtpargina onaning qo'lidagi jajji chaqaloq kelajakda O'zbekistonga birinchi samolyotni olib kelishini, temir yo'l liniyalarini uzaytirib poyezdlar qatnovini yo'lga qo'yishini, yurtda o'zbek kinematografiyasini rivojlantirishini, chet mamlakatlar bilan diplomatik aloqalarni yo'lga qo'yib, turli jabhalarni rivojlantirishini, O'zbekistonning birinchi prokurori bo'lib, insonlarning sud huquq sohasida manfaatlarini chin himoya qilib, ularni og'irini yengil qilishini o'sha paytda oddiy insonlar bo'lgan oila boshilarining menimcha xayoliga ham kelmagan. Chunki u davr og'ir edi. Tug'ilajak farzandlar o'z taqdiri bilan, ya'ni mustabid tuzumga qul bo'lish taqdiri bilan tug'ilar, yashar va shu taqdir bilan o'lar edi. Zolim davrning yozilmagan qonunlari bilan kun kechirish oddiy holatga aylanganidan ota-onalar farzandlarining kamolotini faqat qullikda deb bilishar edi. Ammo kelajakka umid so'nmagan davrlar. Qo'rqmas va mard ajdodlar qoni jo'sh urgan o'sha davrning insonlari qachondir yorug' kunlar kelishiga ishonib yashar va bu uchun ba'zan oshkora, ba'zan yashirin kurashlar qilib borishar edi. Nima qilib bo'lsa ham og'ir zamonning tegirmonida aylanib, farzandlarining o'qishi, o'rganishi, ziyoli bo'lishi, millatni mana shunday qora kunlardan qutqarishi uchun harakat qilishar edi o'sha paytlari. Aynan shu xonadonda 1880-yil 14-aprelda Abdurahim Yusufzoda tavallud topgan. Abdurahim Yusufzodani tavallud topishi bilan birga o'sha vaqtning muhitini ham bir qator ko'rib chiqishimiz kerak. Aynan shu davrda mustamlakachilik zulmi eng cho'qqiga chiqqan, yuzlab dehqonlar va hunarmandlar xonavayron bo'lgan davr edi. Shunday tahlikali va so'ronli zamonda Abdurahim Yusufzoda o'sib ulg'aydi.
Aynan mana shu xonadonda Abdurahim Yusufzodaning beg'ubor bolaligi o'tgan. Lekin o'sha davrga to'xtaladigan bo'lsak, bu davrda Andijonda, xususan Turkistonda, butun Turkistonda vaziyat ayanchli holatda edi. Bu anavi oq do'ppili bolakay Abdurahim Yusufzoda. Oldida uning akasi Olimjon. Ota-onasi ularning tarbiyasiga qattiq e'tibor qaratgan. Aslida egarchi hunarmand bo'lsa-da, ma'lumotsiz va birmuncha savodsiz bo'lsa-da, o'zining farzandiga ta'lim tarbiyasiga nihoyatda kuchli e'tibor qaratgan va natijada bu Abdurahim Yusufzodaning keyingi kelajagiga katta ta'sir ko'rsatgan. Abdurahim Yusufzodaning otasi garchi oddiy hunarmand, egarchi usta bo'lsa-da, onasi ham savodsiz, ma'lumotsiz, oddiy uy bekasi bo'lsa-da, farzandlarining ta'lim tarbiyasiga nihoyatda qattiq e'tibor bergan. Oddiygina hunarmand otaning farzandi Abdurahim vaziyatni to'g'ri baholay olish qobiliyatiga ega va bu jihat uning yoshligidan, bolaligidan shakllangan. U maktabdan keyin Andijondagi eng mashhur temirchilar faoliyat olib boradigan joyga, otasining ishxonasiga borar va ko'maklashar edi. Uning metin irodasi mana shu mehnat olovida toblangan edi. Temirchilik sir asrorlarini o'rganish bilan o'zining zehni va aqlini ham o'tkirlab borar edi. Maktabni a'lo baholarga tamomlagan Abdurahim Yusufzoda 12 yoshida Andijondagi madrasaga o'qishga qabul qilinadi. Mamlakatda nafaqat iqtisodiy tanazzul, balki ma'naviy tanazzul ham hukm surayotgan edi. Buni yaxshi tushunib yetgan Abdurahim Yusufzoda kelajakda mudarris bo'lib yetishni niyat qiladi. Bu yerda arab, turk, fors tillarini mukammal o'rganadi. O'sha davrda tolibi ilmlar Qubbatul Islom nomi bilan mashhur bo'lgan Buxoroy sharifda tahsil olishni sharaf deb bilganlar. Abdurahim Yusufzoda ham bundan mustasno emas edi. U 1895-yilda o'qishni davom ettirish uchun Buxoroga yo'l olib, bu joyda 15 yil davomida tahsil olgan. Zehni o'tkir, aql va zakovati baquvvat, axloq odobda ibratli Abdurahim madrasa ahlining hurmatini qozondi. Mudarrislar ishonchi va ehtiromiga sazovor bo'ldi. Ilm dargohini tamomlagandan so'ng mazkur musulmon oliy maktabida mudarrislik qildi. 1917-yilgacha Buxorodagi Ayozboy madrasasida dars bergan. Talabalarni o'zbek, arab va fors tillariga o'rgatgan. Ayni vaqtda 1912-yildan boshlab Buxoroda vujudga kelgan taraqqiyparvarlarning yashirin hamjamiyatida ishlay boshlagan. Buxoroda yuzaga kelgan jadidchilik harakati undan o'sib chiqib, amirlik saltanatini larzaga keltirgan yosh buxoroliklar amirlik tuzumiga barham berishda muhim rol o'ynadilar. Abdurahim Yusufzoda 20-asr boshlaridagi Turkiston taraqqiyparvarlarining eng peshqadamlaridan biri bo'lib, o'zining keng fikrli, teran ma'noga ega bo'lgan bir aqli va tafakkuri bilan doimo Turkiston xalqining milliy intilishlarini chuqur o'rganishga va ular xalqning ilmiy, madaniy ehtiyojlarini ta'minlashga harakat qildi. Buxoro madrasalarida tahsil olish jarayonida Abdurahim Yusufzoda u yerda juda ham ko'plab ilmiy, madaniy bir bilimlarni o'rgandi. Va shu bilan birga alohida aytish mumkinki, u islom ilmlari bo'lgan Qur'on, hadis, tafsir kabi va islom qonunshunosligi hisoblangan fiqh ilmlarini chuqur o'rgandi. Buxoro yoshlarining, ya'ni yosh buxoroliklar taraqqiyparvarlarining eng katta yirik va lider shaxsiyatlaridan biri edi. Abdulla Badriy 1920-yilda chop etilgan Yosh buxoroliklar kimlar nomli kichkina bir risolasida yosh buxoroliklar qatorida Abdurahim Yusufzodani ham nomini e'tirof etgan holda u boshliq butun yosh buxoroliklar harakatini doimo Turkiston xalqiga yaxshilik sog'inuvchi, Turkiston xalqining ilmiy, madaniy tarixini, kelajagini yuksaltirishga hissa qo'shuvchi bir oliy zotlar, ulug' siymolar sifatida e'tirof etgan. Haqiqatan ham Abdurahim Yusufzoda o'zining butun hayot faoliyati davomida Turkiston xalqining, umuman ayniqsa Buxoro Xalq Sovet Respublikasining milliy suverenitetini himoya qilishga, uning madaniy, ilmiy saviyasini ko'tarishga va umuman olganda butun Turkiston xalqining milliy tafakkuri va ongini, saviyasini o'rta asrlar darajasidan yuqori bir darajadagi fenomen darajasiga yetkazishga intildi.
Abdurahim Yusufzoda 1917-yil apreldagi Buxoroda mashhur namoyishni bevosita tashkil etgan va qatnashganlardan edi. Behuda qon to'kilganligi uchun Abdurahim Yusufzoda va uning safdoshlari Otaxo'jayev, Mirbobo, Mirmuhsinovlardan iborat vakillar amir bilan muzokara olib borish maqsadida Qushbegi huzuriga keladilar. Biroq ular arkda hibsga olinib, zindonga tashlanadi va amir jallodlari tomonidan qattiq kaltaklanadilar. Butun amirlikda jadidlar quvg'in qilinadi. Yosh buxoroliklar harakati a'zolari Buxoroni tark etib turli tomonga ketadilar. Abdurahim esa Toshkent shahrining Shoyxontohur tumaniga kelib, bu yerda o'zining pedagogik faoliyatini boshlaydi. Tarix bu saboq. Inson hayoti go'yoki bir charxdagi loy kabi. Taqdir chizgilari uni qaysi yo'llarga yetaklashini hech kim bilmaydi. Taqdirdagi chizgilar ham Abdurahim Yusufzodani Toshkent sari yetaklaydi. Aynan u yosh buxoroliklarning mag'lubiyatidan so'ng o'zining rizq nasibasi sochilgan azim Toshkent shahriga keladi va 1918-yilda Toshkentning Shayxontohur dahasi Uchka mahallasidagi 56-sonli maktabda o'zining pedagogik faoliyatini boshlaydi. Aynan Abdurahim Yusufzoda faoliyati haqida to'xtalganimizda, biz uni 2 yil davomida Toshkentning yosh insonlariga, yosh bolalariga pedagogik faoliyat olib borgan holatda muallimlik qilganini ko'ramiz. Toshkent jadidlarining sarvarlari bilan bo'lgan ko'p sonli uchrashuvlar, ular bilan bo'lgan muloqot ham Abdurahim Yusufzoda hayotida o'ziga xos katta ta'sirga ega bo'ldi. Shu yili u 1918-yilning fevralida Toshkentdagi Turkiston Markaziy qo'mitasining Buxoro kompartiyasiga tegishli bo'lgan a'zolikka qabul qilinadi va o'sha davrda ham Buxoroning rivojiga bo'lgan o'zining hissasini qo'shadi. Keyinchalik Toshkentdagi faoliyatini u 2 yil davomida muallimlik qilgandan so'ng 1920-yilda yakunlaydi va Buxoro kompartiyasining qarori bilan birgalikda uni sharqiy internatsional faoliyat olib borishga kerak bo'lgan guruhga qo'shiladi. Mana shu bilan Yusufzodaning Toshkentdagi faoliyati o'z nihoyasiga yetadi. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi tashkil bo'lgandan so'ng Abdurahim Yusufzoda hukumat a'zosi, yer suv ishlari xalq noziri etib saylandi. Bu nozirlikda 3 oy davomida faoliyat ko'rsatgach, diplomatiya xizmatiga safarbar qilingan. Dastlab 1921-1922-yillarda Buxoro Xalq Sovet Respublikasining Afg'onistondagi muxtor vakili bo'lib ishlagan. Qobulga borish jarayonini u o'z esdaliklarida yozib qoldirgan. Abdurahim Yusufzoda Qobulda elchi bo'lib turgan davrda siyosiy ahvol nihoyatda og'ir edi. Afg'onistonda Buxoro Jumhuriyatiga qarshi kurash olib boruvchi turli xil kuchlar mavjud bo'lgan. Qobuldagi hayoti haqida o'z esdaliklarida bir necha bor Afg'oniston amiri Omonullohxon bilan uchrashib, ikki davlat o'rtadagi munosabatlarni yo'lga qo'yib, Buxoro Xalq Sovet Respublikasini har jihatdan qo'llab-quvvatlanishiga erishganini yozadi. Ayniqsa uning xizmati evaziga vatanni tark etgan yuzlab Buxoro farzandlari o'z uylariga qaytarilgan. O'sha zamonda bu kishiga oson bo'lmagan. Agarda to'g'rini bunga baho bersak, Buxoro borib Qobulda muxtor vakil bo'lib ish yuritishda oson bo'lmagan. Chunki shu paytning o'zida Buxoro amirining elchixonasi ham faoliyat yuritgan. O'sha paytda Afg'onistonda Buxoro yangi tuzilgan Buxoro hukumati Buxoro Xalq Sovet Respublikasiga qarshi harakatlar bo'lgan va bu harakatlarda bosim bo'lgan va bu bosimlarda albatta Afg'onistonda har xil kuchlar bo'lgan va hukumat tomonidan ham, chunki endi amir o'sha Qobulga qochib ketgandan keyin afg'on amiri Omonullohga ta'sir bo'lgan va shu tufayli Omonulloh yangi respublikaga qarshi qandaydir kayfiyati bo'lgan. Lekin shuni Abdurahim Yusufzoda ustalik bilan o'sha davrda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi qanday islohotlar olib borishi va taraqqiyotga harakat qilishi to'g'risida va umuman olganda Afg'oniston bilan yaxshi qo'shnichilik aloqalarini o'rnatishga intilishini bu tushuntirib bergan. Abdurahim Yusufzoda Qobulda Amir Omonullohxon bilan 2 marta uchrashadi. Ikki o'rtadagi diplomatik aloqalarga asos soladi. Biroq noma'lum sabablarga ko'ra 1922-yilda yana Buxoroga chaqirib olinadi. Ana endi u
yarim mustamlaka bo'lgan, yarim mustaqil bo'lgan Buxoro Xalq Sovet Respublikasida mustaqil Adliya nozirligiga va dastlabki prokuraturaga asos soladi. Yusufzoda elchilik davrida Buxoro Respublikasining ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy taraqqiyoti yo'lida ko'p kuch sarfladi. 1924-yil 12-martigacha Buxoro Xalq Sovet Respublikasining Moskvadagi muxtor vakili sifatida faoliyat ko'rsatadi. Yuqorida mutaxassislar ta'kidlaganidek, Yusufzodaning elchilik davri shunchaki o'tmadi. U bu jarayonlarda mamlakatga temir yo'l liniyasini uzaytirish, birinchi aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish, Buxoro hayotini aks ettirib uni aholiga yetkazish yo'lida kinematografiya sohasini rivojlantirish ishlarini olib bordi. Bu faqat va faqat xalq uchun jonbozlik edi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan chop etilgan Tarixiy xotira beqiyos kitobi bilan tanishish jarayonida men shu narsaga e'tibor berdimki, O'zbekiston prokuraturasi xodimlari nafaqat respublikamizda qonuniylik va qonun ustuvorligini ta'minlash, balki iqtisodiy masalalarda ham o'z ulushlarini, katta hissalarini qo'shganligiga amin bo'ldim. Xususan Abdurahim Yusufzoda xalq noziri bo'lib ishlagan jarayonlarida o'sha paytdagi Moskvadagi faoliyat ko'rsatgan Oliy revolyutsiya kengashini iqtisodiy masalalar bo'yicha rahbari Rikovga 2 marta murojaat qilib, Qarshi G'uzor oralig'ida va Qarshi Termiz temir yo'llarini qurishni so'rab murojaat qilib, bu murojaatni ijobiy hal qilishiga katta hissa qo'shganliklari ma'lum bo'ldi. Bu narsa biz prokurorlar uchun juda ham faxr va iftixor tuyg'ularini jo'sh urdiradi. Abdurahim Yusufzoda katta olim bo'la turib, ilk bor Moskva shahridan Dobrolyot firmasidan 6 ta Yunkers 13 yo'lovchi aviakemalarni olib kelib, aviatashuvlarni ochib bergan. Undan oldin aeroportlar, aviakemalar mavjud bo'lmagan. Shu inson yurist bo'la turib, adliya tizimida, sud tizimida ishlab turib, o'zini hayotini boshqa bir sohaga bag'ishlab, aviakemalarni olib kelib, aeroport infrastrukturasini tashkil etib, aviareyslarni qatnashga yo'l berib ko'rsatib qo'ygan. O'sha paytda 1924-yil 3-may kuni birinchi bor Toshkent Olmaota reysini tashkil qilib, 813 kilometrlik masofasini 6 soatda o'sha paytdagi aviakemalar amalga oshirgan. Keyinchalik reyslar Toshkent shahridan Urganchga, Buxoroga, Qo'qonga, qo'shni davlatlarga, Tojikistonga, Dushanbega, keyinchalik Afg'oniston Qobul shahriga, keyin Moskva shahriga bevosita aviaqatnovlarni o'zaro bog'lab bergan. Bu temada bahslar olib borsak juda ko'p muammolar chiqadi, lekin shu inson 100 yil oldin birinchi bo'lib qo'rqmasdan Rossiya Federatsiyasiga borib, mana shu katta proyektlarni amalga oshirib, birdaniga 6 ta Germaniyada ishlab chiqargan samolyotlarni olib kelgan. Hozir biz nazar tashlasak, 100 yil oldin O'zbekiston hududida infratuzilma, transport tuzilmasi o'zi rivojlanmaganida, endi temir yo'l rivojlangan bo'lsa-da, shu payt Yusufzoda bizning bobomiz prokuror qo'rqmasdan mana shu katta proyektlarni amalga oshirib, O'zbekiston Respublikasida ilk bor aviaqatnovlarni ochib berishga, yaratib berishga, aviatransport tizimini yurg'izishga sababchi bo'lgan. Undan keyin biz ko'ryapmiz, mana hozirgi vaqtda Toshkent shahrimizdan 30 tadan ko'p davlatlarga bevosita aviaqatnovlar tashkillashtirib, tunu kun samolyotlarimiz uchib ketyapti. Yo'lovchilarimiz ko'pchilik bilmaydi tariximizni, lekin mana shunaqa Yusufzoda bizga o'xshagan prokuror ilk bor O'zbekiston Respublikasi mana shunaqa katta ishlarni amalga oshirib, aviaqatnovlarni O'zbekiston Respublikasida boshlab bergan. Abdurahim Yusufzoda qilgan ishlaridan biz yosh prokurorlar juda faxrlanamiz. Biz ham mana shu bobomizga, ustoz prokurorga o'xshab yuraylik. Bizga hammamizga nasib qilsin, mana shu katta proyektlarni amalga oshirishga nasib qilsin. Abdurahim Yusufzoda shaxsiyatining o'ziga xos xususiyati shunda ediki, u qaysi sohaga qo'l urmasin, ana shu sohani eng yuksak darajasida takomiliga yetkazgan holatda bajarishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yardi va buni uddalardi. Aynan uning faoliyati davomida O'zbekistonda pochta sohasi nihoyatda darajada yuksak darajaga ko'tarildi. Pochtani aviatsiya yordamida tashishni yo'lga qo'ydi. Mana shu jihatdan O'zbekistonda pochtaning tizimli aylanishini biz ko'rishimiz mumkin. Bu jarayon tezlashganini ko'rishimiz mumkin. Aynan Dobrolyot samolyoti ikki xil huquqni qo'lga kiritgan holatda tarmoq
tarmoq yo'lga qo'yiladi. Ulardan birinchisi fuqaro aviatsiyasi bo'lsa, ikkinchisi pochta aviatsiyasi edi. Dastlab olib kelingan 6 ta samolyotdan bir nechtasi pochtaning aviatsiyasiga berilgan edi. Mana shu jihat ham O'zbekistonda xat hujjat va turli xil pochtaga oid narsalarni tezroq yetib borishiga va O'zbekiston xalqining rivojiga o'zining katta hissasini qo'shishga olib keldi. Abdurahim Yusufzodaning mana shu pochta sohasini takomillashtirishga qo'shgan hissasining samarasi o'laroq bugun yurtimizda o'ziga xos pochtaning tarixi yaratilganini ko'rishimiz mumkin. 1924-yil boshlarida Moskvada rus va o'zbek tilida Buxoro hayoti nomli jurnal tashkil etib, o'zi unga muharrirlik qildi. Jurnal sahifasida Buxoro, uning tarixi, taqdiri, istiqboli haqida ko'plab maqolalar chop etildi. Muxtor vakil Yusufzodaning bevosita ishtiroki bilan Buxoro Xalq Sovet Respublikasi Maorif nozirligi va Sevzabkino tashkiloti o'rtasida hamkorlik shartnomasi imzolanib, 1924-yil 12-aprelda O'zbekistondagi ilk kinostudiya Buxoro Rus kino jamiyati Buxkino tashkil etildi. Aynan shu tashkilot tomonidan O'rta Osiyodagi ilk badiiy kinofilm O'lim minorasi suratga olingan. Shu bois Yusufzodani o'zbek badiiy kinematografiyasining asoschilaridan biri sifatida e'tirof etish mumkin. 1920-1924 yillarda Buxoro Xalq Sovet Respublikasi Xalq nozirlari sho'rosi tarkibida tuzilgan Adliya Xalq nozirligi mamlakat hududidagi barcha sudlov idoralari, prokuratura va tergov surishtiruv organlari, notarial idoralar, sud ijro qo'mitalari, huquqni himoya qilish kollegiyalari, aholiga huquqiy yordam ko'rsatish byurolariga rahbarlik qilgan. 1922-yil 18-avgustda 3-butun Buxoro Sovetlari qurultoyida Adliya Xalq noziri etib tayinlangan. Adliya nozirligi haqidagi nizomning 5-bandida Yusufzoda Adliya noziri lavozimi bilan bir vaqtda respublikaning bosh prokurori vazifasini ham bajargan. U mamlakat aholisining huquqiy manfaatlarini qonunlar bilan himoya qilishga o'tdi va bunga erishish yo'lida ko'plab demokratik islohotlarni, samarali va natijador yangiliklarni sud huquq tizimiga olib kirdi. Adliya nozirligi uchun zarurat nimada edi? U qanday funksiyalarni amalga oshirgan? Bunda avvalambor Adliya xalq nozirligi sud idoralari, prokuratura, militsiya, tezkor va surishtiruv organlari, notarial idoralar, shuningdek aholiga huquqiy yordam ko'rsatish bo'yicha faoliyat yuritayotgan tashkilotlar ustidan nazoratni amalga oshirish vazifasi belgilangan. Adliya nozirligiga 6 ta funksional vazifa yuklatilgan. Ma'muriy iqtisodiy bo'lim, sudlov bo'limi, Oliy sud faoliyati ustidan nazorat bo'limi, qozilik bo'limi, prokurorlik faoliyati bo'limi va vasiylik bo'limlaridan iborat bo'lgan. Aynan mazkur vazifalarni muvofiqlashtirish vazifasi bevosita Abdurahim Yusufzoda zimmasiga yuklatilgan. Buni qarangki, mazkur sanab o'tilgan vazifalardan tashqari qo'shimcha funksional topshiriqlar ham bo'lgan. Bular nimada namoyon bo'lgan? Ya'ni jazoni ijro etish muassasalaridagi qonunlarni aniq va bir xilda amalga oshirish ustidan nazorat, shuningdek mahbuslarga amnistiya belgilash ishlarini tartibga solish funksiyasi, nozirlik qoshidagi adliya xodimlarini tayyorlash kurslarini ham tashkil qilib va shu bilan birga voyaga yetmagan merosxo'rlar va egasiz qolgan mulklarni, demak, adliya nozirligi egaligiga vaqtinchalik o'tkazish vazifalarini ham amalga oshirgan. Unga ko'maklashadigan bevosita 2 ta o'rinbosar lavozim ham aynan 1922-yilda joriy qilingan. Abdurahim Yusufzoda adliya va prokuratura sohasini isloh qilishga kirishar ekan, avvalambor davlatni ustuni bo'lgan hokimiyatning yana bitta tarmog'i sud hokimiyatini isloh qilishdan boshlaydi. Bunda avvalambor o'sha davrga nazar tashlaydigan bo'lsak, Buxoro o'zi islom dini bilan bevosita bog'liq bo'lgan, aholiga xizmat ko'rsatadigan qozilik faoliyati yuritgan. Abdurahim Yusufzodaning vazifasi shundan iborat ediki, fuqarolarni birdaniga yangi sud faoliyatiga o'tkazish emas, ya'ni bosqichma-bosqich evolyutsion tarzda sudlov faoliyatini reforma qilish orqali xalqni mazkur institutsional yo'nalishga bosqichma-bosqich o'tkazish vazifasi turgan edi. Aynan
shu davrda qozilik faoliyatini ham o'z faoliyatida saqlab qoladi va yangi sovet tuzumidagi sud faoliyatini ham yo'lga qo'yadi. Lekin qarangki, o'sha davrdagi qozilik faoliyati bo'lsin, xoh u sud hokimiyati, sud faoliyati bo'lsin, bularning barchasi Adliya nozirligi huzurida tashkil etilgan va bevosita Adliya nozirligiga bo'ysungan holda faoliyat yuritishni olib borgan. Yana bir muhim jihati shundan iboratki, aynan Buxoro shahrida 3 ta qozixona tashkillashtiriladi, ya'ni musulmon ahliga. Bular bevosita Buxoro shahrining o'zida faoliyat yuritgan 2 ta qozilik bo'lsa, yana bittasi bevosita viloyatlar aro faoliyat yuritadigan qozilik xonalaridan iborat bo'lgan. Respublikaning Kogon, Chorjoy, Karki, Termiz viloyatlarida yana bir muhim jihat shundan iboratki, bu rus millatiga mansub bo'lgan shaxslarga alohida maxsus sudlar faoliyat yuritgan. Ya'ni faqatgina musulmon ahliga emas, balki o'zga millatga ham faoliyat yurituvchi qozilik sudyalari tashkil etilgan. Abdurahim Yusufzodani nozir sifatida mazkur idoralarning ishini yanada takomillashtirish yo'lida ko'plab ilg'or chora-tadbirlarni amalga oshirish barobarida, demak, sudlov organlarini yanada demokratlashtirish, suiiste'molchiliklarning oldini olish maqsadida apellyatsiya organi hisoblangan o'sha davrning termini bilan ataladigan Taniz mahkamasi, ya'ni arz mahkamasini ham tashkil etgan. Bu sho'bada har 3 oyda bir marta alohida majlislar o'tkazilib, respublika hududida barcha qozi va sudyalardan norozi bo'lgan aholining ishini qaytadan ko'rib chiqish faoliyati yo'lga qo'yilgan. Bu nima uchun kerak edi? O'sha davrda aholini arzi bo'yicha ko'rilgan ishlardan kelib tushuvchi, ya'ni qarordan norozi bo'lgan taqdirda yangi institutning mavjud emasligi, aholining dardini eshitadigan faoliyat turi mavjud emasligini ko'rardik. Lekin Abdurahim Yusufzodaning islohotlari natijasida Taniz mahkamasi, ya'ni bevosita aholi sud faoliyatidan norozi bo'lganda, qozilik faoliyatidan norozi bo'lganda bevosita murojaat qilish funksiyasi yaratildi va bu bilan xalq bilan birga xalqni dardini tinglab, uning mushkulini yengil qilishga qaratilgan institutsional forma yaratildi. Abdurahim Yusufzodan tashabbusi bilan yana sudlov organlari faoliyatini ichki nazorati uchun ham adliya qoshida hukm nazorati, ya'ni maxsus bo'lim tashkil qilingan. Buni hozirgi davrda, ya'ni shaxsiy xavfsizlik bo'limlari, inspeksiya bo'limlari yoki bo'lmasam malaka kengashlari deb nomlanadigan bevosita hukm nazorati funksiyasi institutini yaratdi. Yana bir muhim jihat shundan iboratki, demak, sud va qozilar faoliyatini aynan 1 yil qilib belgilaydi. Mazkur davrda agar sud o'z ish faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'ysa, u ish faoliyatini yana 1 yilga davom ettirish huquqiga ega bo'ladi. Agarki nojoiz, noto'g'ri, nojo'ya xatti-harakatlar sodir etganligi aniqlangan taqdirda u lavozimidan ozod etilgan. Yana bir alohida jihatini aytib o'tishimiz kerakki, mana shu islohotlar natijasida demak sud, prokuratura, militsiya, tergov va surishtiruv faoliyatida nohaqlik aniqlansa, nojo'ya xatti-harakat aniqlansa, ya'ni mazkur vakolatli shaxslarga, huquq muhofaza qiluvchi organlar xodimlariga nisbatan jinoyat ishi ochilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanishi kerak bo'lsa, bu faqatgina Adliya nozirligi vakolatiga kiradigan huquqlardan biri sifatida baholangan. Ya'ni shu davrgacha o'zga tashkilotlar tomonidan tasdiq o'tkazilib emas, bevosita demokratlashtirilgan holda Adliya nozirligi vakolatiga kirgan. Abdurahim Yusufzodaning yana bir o'zgacha bir nigohi bu huquqbuzarlik profilaktikasi bo'lgan. Bunda avvalambor viktimologik, maxsus, to'g'ridan to'g'ri, yakka tartibdagi profilaktikalar, umumiy profilaktika ham yo'lga qo'yilgan. Mana birgina misolni qaraydigan bo'lsak, Abdurahim Yusufzoda shu paytgacha tarixda bo'lmagan huquq muhofaza qilish organlariga 1922-yil iyul oyida maxsus kiyim-bosh guvohnomani joriy qiladi. Abdurahim Yusufzodaning yana bir yutug'i shundan iborat bo'ldiki, xoh u sud faoliyati bo'lsin, qozilik faoliyati bo'lsin, prokurorlik faoliyati bo'lsin, militsiya, tergov faoliyati bo'lsin,
mazkur organlarga kadrlarni tayinlashga alohida urg'u bergan. Ya'ni u birinchi navbatda olim, fozil, mutaddayin, ya'ni dinni yaxshi biluvchilar, nasl nasabli nomzodlarni saralash orqali nomzodlarni tanlab olgan va keyinchalik o'sha Adliya nozirligi huzuridagi kadrlarni qayta tayyorlash kurslariga jalb qilib, ularni huquqshunoslik yo'nalishida o'qittirib, keyinchalik bevosita faoliyatga kirishish jarayonini va aynan uzluksiz ta'lim jarayonini ham yo'lga qo'yib bergan. Yusufzoda o'z davrining yuksak madaniyatli arboblaridan biri bo'lganligi sababli tarixiy me'moriy obidalarning turli idoralar tomonidan hibsxonaga aylantirilishi, asori atiqalarning tahqirlanishiga befarq qarab tura olmagan. Buxoro 1920-yili sovetlar Qizil armiya Buxoroning tarixiy obidalarini vayron qilgan edi. Shu Buxoroda turib Abdurahim Yusufzoda tarixiy obidalarini restavratsiya qilish, tiklash uchun Moskvadagi akademik Ginsburg degan arxeolog boshqa olim bo'lgan. Shular bilan restavratsiya qiladigan Ginsburg bilan shartnoma tuzib, Buxorodagi shu vaqtga qarab 20-yillarda Buxoro tarixiy obidalarini tiklash bo'yicha shartnomalar tuzilgan boshlangan. O'sha davrda qaltis davriga qaramasdan qilgan, amalga oshirgan. Shuning uchun uning shaxsiyatiga, faoliyatiga qanday baho berasiz? Endi bu kamdan kam bilasizmi, jadidchi bo'lgan, lekin mulla islom dinini yaxshi bilgan, mudarris bo'lgan Buxoroda. Qur'on ilmini bitirgan, Qur'oni Karim o'sha nimalarda Qur'oni Karimdan oyatlar o'qib boshqa qilib xalq orasiga ham chiqib ma'ruzalar qilgan. Afg'onistonda, boshqa joylarda ham. Xalq uni yaxshi ko'rgan, shundaymi? Xalqni yaxshi ko'rgan. Haqiqatdan ham Abdurahim Yusufzoda shu tarixiy obidalarimizning qamoqxonalarga aylantirishga qarshi kurashgan hamda ularni jiddiy tanqid qilgan. Jumladan Buxoro shahridagi Mulla Muhammad Sharif madrasasini qamoqxonaga aylantirishga qarshi chiqib, uni o'rnida madrasani tiklaydi hamda kelgusida Buxoro madaniyat muzeyini tashkil etishga jonbozlik ko'rsatadi. Bundan tashqari Abdurahim Yusufzoda vaqf ishlar bo'yicha maxsus komissiya raisi lavozimida faoliyat yuritgan paytda shu yurtimizdagi dunyoga mashhur Ko'kaldosh, Chorminor, Ulug'bek madrasalari va shu kabi jami 12 ta tarixiy obidalarimizni tiklanishiga o'zini hissasini qo'shadi. Bundan tashqari Abdurahim Yusufzoda Buxoro Xalq Sovet Respublikasining Moskvadagi muxtor vakili sifatida faoliyat yuritgan davrda ham yurtimizdagi tarixiy obidalarni ta'minlash haqida doimiy o'ylab boradi. Jumladan professor hamda buyuk me'mor Ginsburg bilan Buxoro Xalq Sovet Respublikasi o'rtasida shartnoma tuzilishiga erishib, yurtimizdagi ko'plab tarixiy obidalarning o'rganilishiga hamda kelgusida ularni ta'minlashga o'zini hissasini qo'shadi. Albatta, prokuratura organlari xodimlari tarix saboqlaridan xulosa chiqargan holda Abdurahim Yusufzoda kabi prokurorlarning orzularini ro'yobga oshirishni biz uchun sharaf hamda bundan tashqari madaniy meros obyektlariga zarar yetkazilishi, ularga hurmatsiz munosabatda bo'linishi, tarixiy obidalarimizga ajratilgan byudjet mablag'larining o'zlashtirilishi hamda muzey ashyolarining noqonuniy muomalaga kiritilishiga qarshi doimiy prokuror nazorat tadbirlari o'tkazib boriladi. 1923-yil 12-iyul Markaziy komitet siyosiy byurosi Buxoro masalasiga doir qarorini ishlab chiqdi. Unda Buxoro Xalq sho'ro jumhuriyati o'z rivojida yangi bosqich, sotsialistik rivojlanish bosqichiga o'tishi, boshqaruv va hukumat organlarini proletarlashtirish, inqilobiy yangilanish sur'atlarini oshirish, Buxoro inqilobi yutuqlarini kengaytirish ko'zda tutilgan edi. Bu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro kompartiyasi va hukumatini aksil inqilobiy va ekspluatator unsurlardan tozalash kampaniyasi o'tkazilgan. Aynan shu kategoriyadagi arboblar qatoriga Abdurahim Yusufzoda ham kiritilgan edi. 1923-yilning 24-iyunida Abdurahim Yusufzoda Buxoro hukumati tarkibidan chetlashtirilib, quyi lavozimga o'tkazilgan. Ming afsuski, Buxoro hukumati Moskva va Toshkentdan kelgan kommunistcha saboq olgan sovet xodimlari bilan to'ldirildi.
1925-1930 yillarda Abdurahim Yusufzoda yurtimiz ravnaqi yo'lida zahmat chekib turli lavozimlarda faoliyat ko'rsatadi. Biroq 51 yoshga to'lganda salomatligi og'irlashib nogiron bo'lib qoladi. Unga OSSR Xalq komissarlari Soveti raisi Fayzulla Xo'jayevning sa'y harakatlari bilan nafaqa tayinlanadi. Shunday bo'lsa-da, millatparvar insonning tirik yurishi mustabid tuzum faollariga yoqmas va ayni paytda bunday o'qimishli, xalqni sevuvchi insondan biroz qo'rqishardi ham. 30-yillarning o'rtalariga kelib, Sovet hukumatining qatag'on siyosati o'z cho'qqisiga chiqadi. Xususan, Abdurahim Yusufzoda ham 1936-yil 22-mayda Samarqand shahri Karl Marks ko'chasi 85-uydan NKVD xodimlari tomonidan olib chiqib ketiladi. Uyi tintuvdan o'tkaziladi. O'zi esa Samarqand turmasiga olib ketiladi. Toshkent turmasida muddat o'tayotgan Yusufzoda ham 1937-yildan qatag'on domiga tortiladi. U NKVD xodimlari tomonidan sobiq Buxoro Xalq Sovet Respublikasi rahbarlarini ayblashga doir tergov savollariga javob berishga va turli yolg'on hujjatlarni imzolashga majbur qilinadi. Uning jismoniy ahvoli og'ir betobligi inobatga olinmagan holda bir necha kunlab ketma-ket so'roq o'tkaziladi. Afsuski, 1937-yil 14-oktyabrda Yusufzoda otuvga hukm qilingan. Yusufzoda jadid edi va uning birgina aybi bor edi. Millat uchun ishlagani va uni mustaqil mamlakat qilishga intilgani edi. Bu yo'lda jonini ham berdi. Ammo bu jon shunchaki ketmadi. Uning maqsadlari ro'yobi bugun yangi O'zbekistonda davlat rahbari olib borayotgan sud-huquq islohotlarida ushaldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning bir qancha qarorlari chiqdi. Keyingi mana 2024-yil 19-avgustdagi qarori juda ham batafsil jadidchilik harakatini, peshvolari jadidchilik harakatini qanday ro'y bergan bo'lsa shundayligicha yozib elga, yurtga taqdim etish, shu harakatning butun rahbarlarini, hayotini, faoliyatini shu tarixga aytaylik muhrlab qo'yish to'g'risida ajoyib ko'rsatmalar berdi va ana shunga erishish yo'llarini ham birma-bir ko'rsatdi. Biz jadidchilik harakati bilan shug'ullanar ekanmiz, bizni benihoya quvontirib yubordi. Chunki jadidchilik harakati har ikki imperiya davrida, Sovet Rossiya mustamlakachiligi davrida va Sovet mustamlakachiligi davrida yopiq mavzu bo'lgan. Ya'ni aksi inqilobiy reaksion, ya'ni qora kuch sifatida gap ochishni mumkin emas edi. Bu masala aytaylik tariximizning eng og'riqli sahifalardan biri edi. Shuning uchun mustaqillik davri ayniqsa shu 2016-yildan boshlab jadidchilik harakati, umuman qatag'on Sovetlarning olib borgan qatag'on siyosatining fojiali oqibatlarini qanday ro'y bergan bo'lsa shundayligicha ochib tashlash, xalqimizning ana shu Sovetlarning qatag'on siyosatini naqadar razil, naqadar fojiali qismat ekanligini ko'rsatish kerakligini va ana shunday buyuk harakatni peshqadamlari haqidagi bor haqiqatni xalqimizga yetkazish borasida juda katta vazifalar qo'ydi. Ana shu vazifalarni kelib chiqib biz keyingi vaqtlarda katta ishlarni qildik. Ayniqsa biz uchun nihoyatda bir quvonchli voqea bo'ldi. Bizni armonlarimizni so'kib solish uchun juda katta imkoniyat ufqlari ochildi. Men 1970-80-yillarda Moskvada aspiranturada, doktorantura o'qigan vaqtlarimda o'sha yerdagi Moskvadagi eng nozik, eng salohiyatli arxivlarda bo'lganman. Ularga kirish uchun nihoyat qiyin bo'lgan.
Moskvada o'qiganligim uchun o'sha mana shu eng katta arxivlarda qatnashib boshqa qilganman. Shu sabab shunda ko'p ana shu o'zimizning yurtdoshlarni ya'ni maxfiylik tamgasi bilan saqlangan hujjatlarni turli yo'llarni olishga muvaffaq bo'lgan edi bu. Lekin uni olgandan keyin realizatsiya qilish qiyin bo'lgan. Kommunistik ideologiya, sovet mafkurasiga mumkin emas. Chunki ular qatag'on qilingan, sovet hukumati tomonidan qatag'on qilingan, xalq dushmani, millatchi, boshqa turli tamg'a otilgan, boshqa qilgandi. Lekin men o'sha tadqiqot vaqti jarayonida bilganman. Vaqtlar keladi, yillar o'tadi, bular oqlanadi. Sovet hukumati ham vaqtincha degan fikrda o'sha aspirantura, doktorantura o'qiganimda ham shu narsani eslab, o'sha yo'l-yo'lakay shu hujjatlarni sekin olib bir chekkaga juda qiyin bo'lgan olib chiqisham. Biz qahramonlarni chetlardan qidiramiz. Biz qahramonlarni qanaqadir filmlardan qidiramiz. Aslida bu qahramonlar bizni mana shu tuproqda yashagan o'zimizning bobolarimiz, Yusufzodani qilgan ishlari va Yusufzoda singari mana bir minglab insonlar bo'lgan. Lekin biz ularning nomlarini bilmaymiz. Chunki o'z-o'zidan tushunarli, nohaq repressiya qilingandan keyin ularning hujjatlari ham 7 qavat nimalarda, eshiklarda shu berkitib, qulflanib, xalqqa ma'lum qilish ularning manfaatiga to'g'ri kelmagan. Mana shunday insonlarni qanchadan qancha shoirlar, qanchadan qancha olimlar, qanchadan qancha ijtimoiy soha vakillari, bularning hammasini topib, o'rganib xalqimizga qaytarib berishimiz kerak degan maqsad. Chunki mana shu ma'noda mana tarixiy xotira beqiyos degan prokuraturani birinchi kitobi chop etildi, juda ham yaxshi kutib olindi va shunda taklif bo'ldiki, boshqa soha vakillari ham o'zini hamkasblarini o'sha paytdagi davrda yashab o'tgan, juvonmarg bo'lib ketgan bobolarni, momolarni hayotlarini o'rgansa va xuddi shunday kitoblar yaratsa degan taklif bo'ldi. Chunki bu kitobni varaqlasangiz hayratga tushasizki, o'zi huquq sohasida ishlagan insonlar, o'zlari advokat, oqlovchi bo'ladigan insonlar va o'zlari masalan toddalik bilanmi yoki bir boshqa sabab bilanmi sovet hukumatiga kerak bo'lsa xizmat qilgan, mehnat singan, fidoyilik bilan xizmat qilgan insonlar. Bularning hammasi qatag'on qilingan. Bularning hammasi shu huquq sohasida ham minglab odamlar chidab bo'lmaydigan, inson chidab bo'lmaydigan qiynoqlarni boshdan kechirishga majbur bo'ldi. Mana shuni bizni xalqimiz, ayniqsa yoshlarimiz buni bilishlari kerak, buni o'rganishlari kerak, toki xulosa chiqarish kerak. Bu kunlarda masalan o'zidan o'zi osmondan tushib qolayotganligi yo'qligini. Bizni qancha bobolarimiz, qancha agar surishtiriladigan bo'lsa, mana sizni ham qaysidir bir ajdodingiz mana shu repressiyaga uchraganligi aniq. Chunki bu juda katta qamrovda bo'lganki, masalan 13 ming, 14 ming odam qatl etilgan bo'lsa, 100 minglab odam surgun qilingan. Va 100 minglab odamlarning orasidan qancha minglabi o'sha joylarda, Sibirda, qamoqxonalarda halok bo'lgan. Bevosita o'q bilan o'lmagan bo'lsa, terror bilan, terror natijasida qamoqxonalarda, surgunlarda halok bo'lgan. Va ibrat olishimiz kerakki, mana shu insonlar o'sha og'ir paytlarda millat uchun foyda keltiraman deb mana shunday imkonsiz ishlarni qilishgan. Va nihoyatda imkonini topgan taqdirda ham xalq u paytda bu tashabbuslarni tushunmaydigan, qabul qilmaydigan. Misolcha aytamanki, o'sha paytda kino nimasini Buxoro bilan kino tashkilotini yaratgan paytda bor yo'q 3 tagina kinoteatr bor ekan. Bittasi Buxoroda, bittasi Chorjoyda, Chorjoy Buxoroga qaragan. Chorjoyda bittasi Yangi Buxoro. 3 tagina kinoteatr uchun sen shuncha mablag'ni sarflashing, shuncha bir tashkilot, butun boshli bir tashkilot tuzishing zarurmi deb ma'lumot qilishgan unga. Nima keragi bor u kinolaringni bizga degan. Va bu yerda johil olomon, johil ulamolar, mullalar bu kinoyi xalqni buzadi, bu fikrini buzadi. Bu shaytonning yo'liga yetaklaydi degan gaplar gapirishgan. Lekin aslida u insonning maqsadi bugun kechayotgan, Buxoroda kechayotgan tarixiy jarayonlarni suratga tushirish, ertaga bizga ko'rsatish uchun. Yozilgan narsalarni o'zgartirish mumkin, tahrir qilish mumkin. Lekin kino kadri 100 yildan keyin, 1000 yildan keyin hujjat bo'lib qolishiga aqllari yetgan. Mana shunday bobolarimizni albatta xotiralarini yod etishimiz kerak, ruhlarini shod etishimiz kerak va darsliklar yaratishimiz kerak bu borada. Mana shu ma'noda prokuraturani olib borayotgan ishlari, ularning izlanishlari ko'pchilikka haqiqatdan ham bir namuna bo'lib, o'rnak bo'lib xizmat qiladi. Aslida tarixni bilish, o'zlikni anglash deb bekorga aytmaydi. Tarix insoniyatning buyuk xotirasi deymiz, unda ajdodlarning ma'naviyati, madaniyati va amalga oshirgan buyuk ishlar, ayniqsa
vatan taraqqiyoti yo'lida olib borgan buyuk jasorati aks etadi. Tarixsiz kelajakka qadam bosib bo'lmaydi. Undan, ya'ni tarixdan olingan ma'lumotlar, xulosalar va faxr tuyg'usi inson uchun kelajakka qo'yiluvchi bir ishonchli qadam manbai bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tomonidan nashr etilgan Tarixiy xotira beqiyos kitobida juda ko'plab o'sha o'z davrida qatag'onga uchragan, o'sha mustamlaka davrining bir jabru sitamlarini bir boshidan kechirgan buyuk bir ma'rifat fidoyilarimiz, ziyolilarimiz taqdiri aks etgan ushbu bir kitobni varaqlasak, biz tilga olayotgan Abdurahim Yusufzodaga ham alohida e'tibor berilgan va bu shu kitobda Abdurahim Yusufzodaga islohotchi prokuror degan bir yuksak ta'rif qo'llangan. Mening nazarimda ham ushbu ta'rif bu shaxsga bir berilgan eng to'g'ri, eng munosib ta'rif deb aytgimiz keladi. Ushbu kitobda bu tarixiy shaxs haqida juda ko'plab bir qimmatli tarixiy ma'lumotlarni biz uchratishimiz mumkin. Abdurahim Yusufzoda zamonasining, o'z davrining bir juda ilg'or, xo'r fikrlovchisi, ya'ni ko'p tilni bilish bir qobiliyatiga ega, mohir bilimdoni sifatida ham o'sha davr ziyolilari orasida juda bir katta martabaga erishadi. Aytish mumkinki, mana shunday bir tarixiy shaxslarimizni bugun tarixiy haqiqatni qaror toptirish, vatanimiz ozodligi va erkinligi yo'lida qurbon bo'lgan xalqimizning suyukli bir farzandlari nomini tiklash, ularning hayoti va faoliyatini o'rganish, tadqiq va targ'ib etish bugun tom ma'noda davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda. Bu borada ayniqsa 7 yil burun boshlangan yangi bosqich voqelikka aylanmoqda. Bugun Respublika Bosh prokuraturasi tomonidan qilinayotgan ishlar aynan mana shu Abdurahim Yusufzoda singari tarixiy shaxslar millat uchun, vatan ozodligi uchun, xalq manfaatlari uchun jonini fido qilgan, o'sha tinimsiz mehnat qilgan insonlar, shaxslarning nomini tiklash, ularni o'sha xalqimiz keng jamoatchilikka tanitish borasida qilinayotgan ishlar meni nazarimda biz aytib o'tgan bugungi siyosatning yaqqol bir misoli deyishimiz mumkin. Bunday ko'rsatuvlar, bunday shaxslarni olib chiqish bugungi yangi O'zbekiston davri uchun nihoyatda zarur. Zero tarixini bilgan xalq yutadi, tarixini bilgan xalq har doim taraqqiyot, rivojlanish sari boradi. Bugungi bizning siyosat, o'ylaymanki, mana shunday bir millat ziyolalarini yana ham ko'proq o'rgansak, yana ham ko'proq tadqiq qilsak va xalqimiz keng jamoatchilikka yetkazib bersak, o'ylaymanki, biz milliy o'zligimiz va tariximizni yana ham terangroq, chuqurroq anglagan bo'lamiz deb hisoblayman. Abdurahim Yusufzoda o'zining tarix sahifasini go'zal ishlar bilan bezadi nazarimizda. Xalqni birlashtirish, fuqarolarning huquqiy manfaatlarini himoya qilish, prokurorlik kasbida sadoqat bilan ishlash yo'lida bugungi avlod uchun namuna bo'ladigan meros qoldira oldi. Bugun O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlarida ana shunday Yusufzodalar tarbiyalanmoqda. Bizningcha, bugun sizga so'zlab bergan qahramonimiz og'ir davrda shunchaki yashashi ham mumkin edi. Oddiy hayot, oddiy oilada, oddiygina inson bo'lib. Ammo uning xudo bitgan taqdirida xalq uchun jon berish bor edi. Fuqarolarni himoya qilishda yangicha tizimni yaratib ketish bor edi. Va u qoldirgan huquqiy tizim sayqallanib, bugungacha mukammal ko'rinishda prokuratura organlarida, qonun va qarorlarda o'z aksini topdi. Mana shunday insonlarning o'tmishda yashagani va aynan shunday millat fidoyilarining bugun hamkasbi, davomchisi ekanimdan faxrlanaman. Ularning yurt, vatan taraqqiyoti uchun qilgan fidoyiligi, zahmatli mehnati va mana shu yo'lda jon bergani bugungi kundagi biz xodimlar uchun haqiqiy saboqdir. Va shu o'rinda chin ma'nodagi motivatsiyadir. Va albatta ularning bajargan ishlari bugun yangi O'zbekistonda, yangi yondashuvlar bilan ishlashimizda, intilishimiz va harakat qilishimizda, davlatimiz rahbari aytganlaridek xalqni rozi qilishimizda dasturul amal bo'lib xizmat qiladi. Demak, Yusufzoda shunchaki yashamadi. U
chin ma'noda biz yuqorida cho'lponning she'rida misol qilib keltirgan o'chmas sham nurini yoqdi-yu ketdi. O'ylangan o'ylarga ko'ngil yupanmas. Ko'ngil istagi o'y bilan qonmas. Aytarlar, bu tunda sham yonmas. Chaqmasa gugurtni asl o'g'illar.